Türkiye Tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu Kambodjada ikki taraflik uchrashlar doirasida Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan bir yerga jam bo'ldi. Çavuşoğlu ommaviy o'rtoqlashish to'rbetida bu haqda e'lon qilgan bayonotida Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan elib borgan uchrashishimizda ikki taraf munosabatlarimiz rayonlik va xalqaroliq o'zgarishlar haqida suhbat o'tkazdik. Uyg'ur turklarga qarata sezgir ekanligimizni Xitoy tarafga yetkazdik degan. Wang Yi Türkiye vakillar ömrükining atalmış Şinjan'ı ziyorat qilishni qarshi oladiganligini bildirgan. Xitoy armiyasi xalqaroliq cheklash chaqirig'iga xiloflik qilib, dushanba kuni Tayvanga yaqin joyda harbiy manevrni davomlashtirganligini e'lon qilib, Amerika Avam palatasining boshlig'i Nancy Pelosining Tayvan ziyoratiga davomli e'tiroz bildirdi. 5 avgust günü Xitoy hukumati Amerika Avam palatasi raisi Nancy Pelosining Tayvanni ziyorat qilganidan o'ch elish uchun Amerika bilan bo'lgan harbiy munosabatini, klimat o'zgarish suhbatini, qonunsiz ko'chmanlar va xalqaro jinoyatchilarni o'tkazib berish hamkorligini to'xtatadiganligini, shundaqla Nancy Pelosi va uning oilasiga embargo qo'yadiganligini bildirgan. Amerika Avam palatasining boshlig'i Nancy Pelosining Tayvan ziyorati Xitoyni qattiq g'azablantirdi. Xitoy armiyasining Tayvan atrofida davomli harbiy manevr ilib borganligini e'lon qilgandan boshqa, yaqinqi kunlarda Tayvanning hukumat to'r bekatlari, ommaviy bekatlari va tanlo bozori elektronlik taqtoylarining hammasi hacker hujumiga uchrab, to'r bekatlari faolash holatga tushib qolgan. Tayvan Davlat Mudofaa Ministrligi Xitoyning oldingi hafta Tayvanda 272 qitim dezinfeksiya paydo qilishga uringanligini e'lon qilgan. Dushanba kuni Ukrainaning yadro energiyasini kontrol qiluvchi Rossiyaning Zaporojye yadro elektr stansiyasining chegarasiga va qarshi tarafda turgan Ukraina askarlarini hujum qilishga qiziqtirdi deb aybladi. Mazkur organning bildirishicha, yadro elektr stansiyasining 6 reaktori bor bo'lib, zavoddagi ishchilar hafta oxirida hujumdan keyin bir reaktorni taqashga majbur bo'lgan. Afg'onistonda Taliban hukumati ishsizlikni yo'qotish uchun poytaxt Kabulga ishsiz qolganlarni yig'ib, ularni o'zlariga mos keladigan kasblarni o'rganishga yetakchilik qilgan. Yerlik hukumat xizmat o'rinlashtirganda tarbiyalanishga qatnashganlarni oldingi o'ringa qo'ygan. Shveysariya hukumati Turkiya, Ukraina, Rossiya urushidan keyin dunyo ochlik krizisini hal qilish uchun moslashgan yemaklik to'shishni qo'llab bayonot e'lon qildi. Bayonotda Qora dengiz ochlik tashabbusining yo'lga qo'yilishi yer shari ochlik bexatarligi uchun intayin muhim bo'lib, ehtiyojli mahallalarga zo'r yordam berdi. Shundaqla Turkiyaning bu jihatda ko'rsatgan tirishchanligiga ofirin aytamiz dedi. Artemis programmasiga tayyorlik xizmatlari davomlashmoqda. NASA 53 yildan keyin insonlarni yana qayta oyga chiqarmoqchi bo'lgan. Amerika Olam qatnashi idorasi 29 avgust kuni sinaq tariqasida yo'lga qo'yilgan Artemis 1 raketasining harakatchan personaj Shavin Koyini sinaq uchun ishlatilganligini e'lon qilgan.